Assalomu alaykum O'zbekona Cisco loyihasining ashaddiy ishtiyoqmandlari. Mana sizlar judayam kutgan mavzu, juda kutgan mavzularingga ham yetib keldik. Bu mavzu IP adres mavzusi. Sizlarda shu vaqtgacha juda ko'p savollar bo'lgan bo'lishi tabiiy, tushunamiz. Mana shu savollarga javob berish uchun bugungi darsimizni kuzatib boryapsiz. Demak, boshladik. IP o'zi nima? IP bu logitskiy adres hisoblanadi. Nimaga logitskiy? Nimaga fizический emas? Fizический adres bilasizlar, bu MAC adreslarimiz. Ya'ni ular L2 layerda ishlatiladi. Biz bugun sizlar bilan OSI modelining 3-pog'onasi, ya'ni network layerda ishlatiladigan eng asosiy protokol IP mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, IP bu internet protokoli. Har bitta kompyuterimiz tarmoqda ishlashi uchun unga adres kerak. Va ana shu adres bizda IPv4 va IPv6 orqali tarmoqlarimizga adres berib boramiz. Demak, bugungi darsimizda biz faqat IPv4 ni ko'rib chiqamiz. IPv6 bo'yicha keyingi darslarimizda alohida videolarda ko'rib gaplashib boramiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu IP internet protokol kompyuterlarimizga adres berish uchun ishlatiladi. Endi bu haqida chuqurroq ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Demak, butun dunyoda IP adreslarni taqsimlab, ularga xizmat ko'rsatib, ularni podeshkasini qilib tashkilot bor va uni nomi IANA tashkiloti. IANA tashkilotini hududiy 5 ta filiali bor. Butun dunyodagi qit'alarga bo'lingan. Afrika davlatlari uchun Afrinik bor. Lotin Amerikasi uchun LACNIC bor yoki Amerikaning o'zi uchun ARIN degan filiali bor. RAIP tashkiloti bor Yevropa davlatlari uchun, Asia Pasifik bor Osiyo davlatlari uchun. Hududiy 5 ta filiali bor. Ana endi informatsiya sifatida aytib o'taman. Mana bu filiallarning ichida biz, ya'ni O'zbekiston davlati RAIP tashkilotiga bo'ysunamiz. Ya'ni o'sha yerdan IP adreslar kerak bo'lsa, u yerdan olamiz. Yana tashkiloti nafaqat faqat IP adreslar emas, balki portlar ham tarqatadi. Bu portlar haqida keyingi darslarimizda gaplashib o'tamiz. Demak, IP adreslarimiz bizda klasslarga bo'lingan. Ya'ni uni o'rganishimiz uchun bizda 5 ta klass bor. A, B, C, D, E klasslarimiz va ularning oraliqlarini mana rasmda ko'rib turishingiz mumkin. Demak, A klassimiz 1.0.0 dan boshlab 126, 255, 255, 255 gacha davom etadi. Ana endi siz mana shu oiladagi adresni kompyuteringizga bergan vaqtingizda avtomatik sizga 255.0.0.0 degan maska chiqib turadi. Mana shu maska default maska hisoblanadi, ya'ni A klass uchun. Siz A klassda hech qanday maska yozmay ketsangiz, kompyuterimiz yoki routerlarimiz uni 8 maska deb tushunadi. Ana endi B klassimizga keladigan bo'lsak, 128.0.0 dan boshlab 191, 255, 255, 255 gacha va uning default maskasi 16. Nimaga 16 deganimga hayron qolishingiz mumkin. Dars davomida bu narsani tushuntirib boraman. Endi C klassimiz biz eng ko'p ishlatgan shu vaqtgacha klasslarimizdan biri hisoblansa, bu 192.0.0 dan boshlanadi 123, 3.255 gacha va bu 3.255.0, ya'ni 24 maskadan iborat. Ana endi D klassimiz. E'tibor beringlar. Tarmoqda biz asosan mana shu 3 tani ishlatamiz. Kompyuterlarimizga yoki tarmog'imizga adres tarqatishda mana shu A, B, C klasslaridan foydalanamiz. Lekin undan boshqa C va E klasslar ham mavjud. Endi D klassimizga keladigan bo'lsak, 224.0.0 dan boshlab 239, 255, 255, 255 gacha davom etadi va bu multicast adreslar uchun olib qo'yilgan. Ya'ni shunday adreslarimiz bor tarmoqdagi multicast adreslar va ular aynan mana shu adreslar oralig'ida nima qiladi? O'z faoliyatini olib boradi. Undan keyingisi E klassimiz bor. Ular rezerv qilib qo'yilgan. Qandaydir tajribalar kelajakda mana shu IPv4 ni misol IPv6 ga bog'lash uchun yoki qanaqadir boshqa narsalarga bog'lash uchun xizmat qilishi uchun olib qo'yilgan.
Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu slayddan 5 ta klassimiz bor. 5 ta klassimizdan 3 tasini biz tarmoqda ishlatamiz. 4-inchisi multicast uchun, 5-inchisi reserve uchun. Ana endi e'tibor bergan bo'lsangiz, yuqoridagi slaydimizda 127 talik oila yo'q. Mana e'tibor bering. 127 talik oila yo'q. Bu 127 talik oila o'zi nima? 127 talik oila bu bizani loopback adresimiz hisoblanadi. Bu ko'pchilik A klassga kirgizishadi. U kirgizganingiz bilan ular hech qanday tarmoqda bizga kerak bo'lmaydi. Bu loopback adres kompyuterimiz o'zi misol yongan vaqtida test qilib olish uchun lokal hostlar ko'taradigan vaqtimizda, kompyuterimiz serverni ko'targan vaqtimizda mana shu adresga murojaat qilishimiz mumkin. Ana endi 169, 254 degan adreslarni ko'pchilik ko'rgan. Ya'ni siz tarmoqqa ulangan jarayoningizda nima qilasiz? Kabelni tiqasiz. Sizdan agar DHCP server topilmasa, sizdan mana shu 169, 254, 000 dan boshlangan qanaqadir IP adreslar beriladi. Bu tarmoq administratorlari tomonidan bu musor IP deb nomlanadi. Lekin bu narsa Windows tomonidan o'zlari mana shu oraliqni olishgan. Nimaga? Chunki siz ikkita kompyuterni bir-biriga uladingiz, ularga qanaqadir IP adres berishni bilmaysizmi? Ikkalasini ham DHCP ni yoqib, kompyuterlarni ulaydigan bo'lsangiz, sizga mana shu oiladagi 169, 254 qanaqadir IP adreslar berishadi. Aynan mana shu adreslar orqali siz ikkita kompyuter o'rtasidagi aloqani ta'minlashingiz mumkin. Demak, davom etamiz. Ana endi bu IP adreslar soni nechta? IPv4da IP adreslar soni 2032-darajasigacha teng. Bu degani 2032-darajasi bo'ladi. 4.3 milliardga yaqin. Ana endi bu adreslarni hammasini ishlatamizmi? Ha, hammasini ishlatamiz. Bularni biz boyaga rezervdan tashqari barchasi ishlatiladi va ularning ichida oq va qora IP adres degan tushunchalar bor. Bu adreslar nima uchun xizmat qiladi? Agar biz lokal tarmoqda ishlatadigan bo'lsak, lokal tarmoqda biza qora IP adreslardan foydalanamiz. Internetga chiqish uchun biz oq IP adreslardan foydalanamiz. Ya'ni pulli IP adreslardan foydalanamiz. Ularning nima farqi bor? Shunday oraliq qilinganki, IP adreslardan maksimal darajada nima deydi, effektiv foydalanish uchun, hamma foydalanishi uchun, men ham foydalanaman, Amerikadagi, Yevropadagi, butun dunyodagi hamma odamlar foydalanish uchun shunday oraliqlar qilingan va u lokal tarmoqda hamma ishlatadi. Lekin ular internetga chiqish uchun faqatgina oq IP adres orqali chiqishadi. Tushunarli? Demak, bizda internetimizda faqatgina oq IP adreslar ko'rinadi. Endi oq IP adreslar qanaqa IP adreslar degan savol sizlarda tug'ilishi tabiiy. Mana bu hozirgi ekranda turgan oraliqlar bu qora IP adreslarga misol bo'ladi. Endi e'tibor bering. Bular oralig'i qanday? 10.0.0 dan boshlab 10.255 gacha. Yoki bo'lmasa 172.16.00 dan 172.31 255 gacha. Yoki bo'lmasa C klassdan 192.168.00 dan 192.168 255 gacha oraliqda adreslar, bular tekin IP adreslar hisoblanadi. Bu adreslar hop qaranglar. Public IP adreslar deb nomlanadi. Private IP adreslar deyiladi. Bu hamma o'zini lokal tarmoqda ishlatishi mumkin. Bular internetga chiqmaydi. Public IP adreslar bular oq IP adreslar deb nomlanadi. Xo'p, har bitta klassdan o'zlari uchun nima qilishgan? Tekin IP adreslarni diapazonini ishlab chiqishgan. Mana bu rasmda ko'rganlaringiz. Bundan boshqa barcha IP adreslar oq IP adreslar hisoblanadi. Ana endi qanday qilib lokal tomonimizga boya aytib o'tgandek qora IP adresda ko'taramiz lokal tarmog'imizni, uni qanday qilib internetga chiqaramiz degan savol bo'lishi tabiiy. Bunda biz sizlar bilan kelasi darslarimizda ko'rib o'tamiz. NAT degan protokolimiz bor. NAT protokoli orqali biza
oq IP adresini qoraga, qorani oqga o'zgartirish imkoniyatimiz bo'ladi. Mana endi, xo'p, bo'pti, tushunib oldik, tarmoq haqida bildik, qisqacha IPlarni bildik. Endi IP adreslarni turlari bor. Bugungi darslarimizda sizlar yaxshi tushunishingiz uchun bir qancha terminlarni biz foydalanamiz. Demak, misol sifatida mana bu oilani olaylik. Xo'p, 192, 168, 10 oila 24 maskada. Xo'p, mana shu oilada nechta IP adres bor degan savollar tushadi. Shular haqida kichik informatsiya berib o'taman. Demak, 24 maska bu nima degani? Maska o'zi nima degani? Maska bu tarmoqdagi IP adreslar soni. Bu degani bizni tarmog'imiz qanchalik kattaligini ifodalab beruvchi qism yoki narsa. Buni qanday topishingiz mumkin? Tarmog'ingiz kattaligini qanday bilasiz degan savol. 2/32 darajasini sizga necha maska beriladigan bo'lsa, o'shani ayirib topib olishingiz mumkin bo'ladi tarmog'ingizni qanchalik kattaligini. Demak, bu haqida keyinroq gaplashib o'tamiz. Sizlarga eng kerakli informatsiyani berib o'taman. Bugungi IP adres mavzuyimizda har bitta oilalar haqida gaplashamiz. Misol 192, 168, 10 oila bo'ladigan bo'lsa va u 24 maskada bo'ladigan bo'lsa, e'tibor bering, 24 maskada bo'lsa, boshqa maskada emas. Bizda birinchi IP adresimiz 192, 168, 10 adresimiz network adresi hisoblanadi. Bu oilani ifodalaydi va uni hech qaysi kompyuteringizga, routeringizga, end device'ingizga hech kimga berishni ilojisi yo'q. Buni ishlatib bo'lmaydi. Tarmog'imizdagi eng oxirgi IP adresimiz bu. Sizlar ko'p so'ragan adreslarning 192, 168, 10, 255. Nimaga buni ishlatmaymiz degan savol berasizlar. Bu tarmog'imizdagi broadcast adresi. Broadcast adresini nimaligini bilasizlar. Ya'ni siz butun tarmoqdagi barchaga ma'lumot tashimoqchi bo'lsangiz, har bitta IP adresiga bittalab tashib yurmasdan nima qilasiz? Bittagina 10.255 degan IP adresga paket tashish orqali tarmog'ingizdagi barcha odamga ma'lumot jo'natishingiz mumkin. Mana endi, demak, broadcast adreslarini va network adreslarini kompyuterga berish mumkin emas. Nafaqat kompyuterga va routerlarga. Xo'p, endi host adres deyiladi. Host adres degan tushuncha bor. Bu nima? Host adres siz kompyuterlaringizga berishingiz, kompyuterga, end device'larga, telefonlarga farqi yo'q. Routerlarga berishingiz mumkin. Ya'ni ishlatishingiz mumkin bo'lgan adreslar soni. Bu har doim ikkitaga kam yuradi. Nimani hisobiga? Bu network bilan broadcast adresini hisobiga. Ikkita IP adresini jami IP adresini ikkita IP adresini aytsangiz, sizdagi host IPlar soni kelib chiqadi. Buni keyingi misollarimizda ko'ramiz. Demak, maska haqida ozmuncha gaplashib o'tamiz. Mana e'tibor bering. Agar tarmog'ingiz 24 maska bo'ladigan bo'lsa, mana 3.255 0 bo'ladi va tippa tarmoqda 192, 168, 10 oila. Mana bu chiziq bekorga chizilmagan. Bu maska orqali tarmoqni ikkiga ajratib beradi. Ya'ni qanday ikkiga? Bu tarmoqni tarmoq qismi va ularni host qismi. Ya'ni siz 192, 168, 10 tomonni o'zgartira olmaysiz, lekin bu tomonni 4-oktetni bemalol ishlatishingiz mumkin. Oktet bu o'zi nima edi? Shunga to'xtalmoqmiz. Demak, biz istalgan mana bu misolni oladigan bo'lsak, 192, 168, 10 misolni oladigan bo'lsak, bu 4 ta oktetdan tashkil topgan. Jami IPv4 4 ta oktetdan tashkil topadi. Oktet degani nima? Oktet mana shu nuqtagacha bo'lgan bir qism. 8 bitlik qism. Xo'p, IPv4 o'zi ikkili sanoq sistemada ishlaydi. Va mana shu 8 bit hisoblanadi bitta oktetimiz. Demak, 4 ta oktetimiz bo'ladi. 4 ta oktetimiz 8 bitdan bo'ladigan bo'lsa, bu 32 bit. IPv4imizning hajmi 32 bitdan iborat. Xo'sh, mana bu chiziq
tarmoqni tarmoq qismi va uni host qismini ifodalab berish vazifasini bajardi. Bu faqatgina 24 maska bo'lgani uchun tekis tushdi, lekin qolgan maskalarda sal boshqacharoq bo'ldi. Xo'p, ana endi shu vaqtgacha sizlar ishlatib ko'rgan maskalaring haqida gaplashib o'tamiz. Biz 8, 16, 24. Nimaga bular bunaqa deb nomlanishini mana endi aytib o'tamiz. Xo'p, sizlar bilan saldan keyin qanday qilib o'nlik sanoq sistemadan ikkilik sanoq sistemaga o'tish haqida gaplashamiz. Shu jarayonda buni mukammal tushunib olasiz, lekin ungacha yana bir marta tushuntirib o'taman. Demak, qarang. Biz 255.0.0 tarmoq administratorlari judayam erinchoq odamlar bo'lishadi va ular qisqartirishni yaxshi ko'rishadi. Demak, siz yozadigan 255.0.0 deb aytadigan narsangizni tarmoq administratori 16 maska deb qo'yishadi. Yoki slash chizig'i 8, prefix 8 ham deb aytishadi. Nimaga unday? Demak, qarang. Agar siz ikkilik sanoq sistemasida hisoblaydigan bo'lsangiz, 8 ta 1 ni yozib, uni o'nlik sanoq sistemaga o'tkazsangiz 255 paydo bo'ladi. Mana e'tibor bering, mana bu yerda 8 ta 1 bor. Mana shu 8 ta 1 255 ga teng. Shuning uchun adminlar mana shu 255.0.0 da 8 prefiks yoki 8 maska deb nomlashadi. Ana endi 16 maskani oladigan bo'lsak, bunda 16 ta 1 va 16 ta 0 dan tashkil topgani uchun birlar soni 16 ta bo'ladi va shunga 16 maska deyishadi. 24 maskada ham xuddi shunday. Ya'ni birlar soni 24 ta bo'lganligi sababli tarmoq administratorlari uni 24 maska ham deb nomlashadi. Ana endi nechta host adres bor? Shunaqa savol ham tushib qolasizda. 24 maskada deyishadi, nechta IP adres bor deyiladi va nechta host IP adres bor deyishadi. Demak, bitta oilamizda 24 maska bo'ladigan bo'lsa, 256 ta IP adresimiz bor. Ya'ni 0 dan boshlab 255 gacha hisoblasak 256 ta bo'ladi. Demak, jami IP adreslar 256 ta va -2 ta qilamiz. Network va broadcast ayirib tashlaganimizda 254 ta host IP adresimiz bor. Host IP adres yuqorida aytib o'tganimdek, bu kompyuterlarga, routerlarga berishimiz mumkin bo'lgan IP adresimiz. Xo'p, 16 maskada 65536 ta IP adres bor. 2 tani ayirib tashib, host IP adreslar sonini chiqarib olsangiz bo'ladi. 8 maskada 16.777.216 ta IP adres bor jami. Endi bu o'zi klasslarni, maskalarni qachon, qayerda ishlatamiz deb aytishingiz mumkin. Shunaqa savol bo'ladi. Qachon men 24 maska, qachon 16, qachon 8 maskani ishlataman? Agar sizni tarmog'ingizdagi hostlar soningiz 254 tagacha bo'ladigan bo'lsa, sizga maslahat beramiz C klassini ishlatishni. Ya'ni 24 maskadan foydalanib C klassini ishlatganingiz ma'qul. Agarda sizda tarmog'ingizda 65534 tagacha kompyuter bo'ladigan bo'lsa, siz ishlatishingiz mumkin 16 maskani va B klassni. Agarda sizda hostlar soni juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, millionlarga yaqinlashgan bo'lsa, 16.777.000 gacha bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol A klassdan 8 maskadan foydalanishingiz mumkin. Endi savol bo'lishi mumkin. Agar menda sal kichikroq bo'lsa-chi, misol 30 ta xodim bo'lsa yoki 20 ta yoki 10 ta bo'ladigan bo'lsa-chi deb sizda savol tug'ilishi mumkin. Unda ham siz 24 maskani ishlatishingiz mumkin, lekin yanayam kichkinaroq maska ishlataman desangiz, uni ham ilojisi bor. Mana bu rasmda ko'rishingiz mumkin. 25 dan 30 maskagacha bo'lgan maskalar berilgan. Buni misol 25 ni ko'rishingiz mumkin. Qarang. 25 ta 1 yozilgan va u 255 128 bo'ladi o'nlik ko'rinishida. Demak, nechta tarmoq bo'ladi? Agar butun tarmoq 24 talik maskani oladigan bo'lsangiz, siz uni 25 maskadan qilib bo'ladigan bo'lsangiz, 2 ta maska bo'lar ekan va uni har birida hostlar soni 126 tadan bo'lar ekan. Jami IP adreslar soni 128 ta. Mana shu ko'rinishda e'tibor berishingiz mumkin jadvalga. Jadvalda deyarli hamma informatsiyalar berilgan. Xo'p, endi e'tibor berib bu yerda eslab qolishingizni maslahat beraman 30 maska.
30 maska o'zi jami 4 ta IP adres bo'ladi. Bitta networkka, bitta broadcastga ketadi va nima hosil bo'ladi? Ikkitagina IP adres hosil bo'ladi. Va ularni ikkita routerlarning o'rtasida berishimiz mumkin. Demak, ikkita routerni o'zaro bog'lash jarayonida biza juda katta holatlarda nima ishlatamiz? 30 maskani ishlatamiz. Ana endi 31 maska haqida gapirsak, e'tibor bering, bu yerda yo'q. Qachon ishlatiladi? 31 maska ishlatiladigan joylari bor. O'zi ko'pchilik aytadi, bunaqa maska yo'q deyishadi. Bor. 31 maskada chunki bitta network, bitta broadcast bo'lib qoladi, host IP adreslari yo'q. Lekin tarmoqda ishlatiladi. Siz buni CCNA darajasida ko'rmasligingiz mumkin, lekin CCNP ekspert darajalarida nasib bo'lsa ular haqida informatsiyaga ega bo'lasiz. 32 maskacha deyishadi, bittagina IP adres bo'ladi deyishadi. 32 maska ham bor. Siz tarmoqdagi bitta kompyuterdan foydalanish maqsadida foydalanishingiz mumkin bo'ladi 32 maskadan. Ana endi keling boshqa maskalar. 16 dan 30 gacha ko'rib chiqamiz. Mana shuni maslahat beramiz o'zingiz uchun yodlab olishni. Yodlab olish deganda mana bu qo'rqib ketishingiz mumkin. Mana shuncha narsa yodlab olamanmi deyishingiz mumkin. Bularni qisqa qilib qanday usulda hisoblashni, qanday qilib eslab qolishni keyingi videoning davomida sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana shu qismida bizni nazariy qismimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir sizlar bilan bir qancha qisqa videolar orqali har xil IPv4 ustidagi amallarni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum azizlar. Yana sizlar bilan qarshingizda Ibrohim. Demak, boshladik. Biz hozir IPv4 adreslar mavzusida istalgan IPv4 adresini ikkilik sanoq sistemaga o'tkazishni ko'ramiz. Demak, bizlarda o'zi bo'ladi o'nlik sanoq sistemada. O'nlik sanoq sistemadan ikkilik sanoq sistemaga o'tkazishimiz kerak. Kelinglar, istalgan biror bir sonni olamiz. Ya'ni IPv adresni 192.168.1.50 IP adresini men tanlab oldim. Va biz buni o'nlik sanoq sistemadan ikkilik sanoq sistemaga o'tkazishimiz kerak. Bizga eng mashhur usullardan biri deb o'rgatishgan qaysi biri? Ya'ni istalgan o'sha o'nlik sanoq sistemadagi sonni 2 ga bo'lish orqali biz uni ikkilik sanoq sistemaga o'tkazishimiz mumkin. To'g'ri. Mana shu usulda bu misolimizda ishlab ko'ramiz. 192 sonimizni bo'lamiz 2 ga. Bizga e'tibor bering, qoldiqlar o'ta muhim. Demak, bizda 96 hosil bo'ladi. 96 bo'lganda bizda qoldiq 0. Maydalashib yozib o'tirmadim. 96 ni 2 ga bo'lganimizda bizga 48 chiqadi, qoldiq 0. 48 ni 2 ga bo'lamiz. 24, qoldiq 0. 24 ni 2 ga bo'lamiz, 12, qoldiq 0. 12 ni 2 ga bo'lamiz, 6, qoldig'imiz 0. 6 ni 2 ga bo'lamiz, 3, qoldig'imiz 0. Va e'tibor bering, 3 ni 2 ga bo'lganimizda ichida bitta bor va 1 qoldiq. Demak, bizlarda hosil bo'ldi 192 sonimiz 11 va uning orqasida 6 ta 0. Ana endi 168 sonini olamiz. 168 ni 2 ga bo'lish uchun ham xuddi shu amallarni bajarib o'tishimiz shart. Demak, 168 ni 2 ga bo'lishimizda qoldig'imiz 0 bo'lishi aniq, chunki bu juft son. 84. 84 ni 2 ga bo'lamiz. 42. 42. E'tibor beringlar, qoldiq 0, chunki hammasi juft sonda tugayapti. Demak, 42 ni 2 ga bo'lamiz. 21, qoldig'imiz 0. 21 ni 2 ga bo'lamiz, qoldiq 1, 10. E'tibor beringlar. 10 ni 2 ga bo'lamiz, 5,
qoldig'imiz 0, 5 ni 2 ga bo'lamiz 2, qoldig'imiz 1, e'tibor bering. 2 ni 2 ga bo'lganimizda 1, qoldig'imiz 0. Demak, bizada 168 sonimiz, e'tibor beringlar, teskarisiga yoziladi. 10, 10, 10 va 2 ta 0 dan iborat. 10, 10, 10 va 2 ta 0. Bo'ldi. Endi bir sonimizni hosil qilmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Juda ko'pchilikda mana shunaqa paytda muammo bo'ladi. Bu muammoning yechimi 7 ta 0 va 1. Juda ko'pchilik mana shunga tushunmaydi. Nimaga 7 ta 0 va 1 ni o'ylamasdan yozdik? Kelinglar, shu narsani saldan keyin ikkinchi usulda tushuntirib beraman. Demak, 50 sonimiz qoldi. 50 sonimizni biz ikkilik sanoq sistemaga o'tkazishimiz uchun uni ham 2 ga bo'lib boramiz. 25, 2 ga qoldig'imiz 0, 25 ni 2 ga bo'lamiz 12, qoldig'imiz 0 mi? Yo'q, qoldig'imiz 1. 2 ga bo'lamiz 6, qoldig'imiz 0, 6 ni 2 ga bo'lamiz 3, qoldig'imiz 0, 3 ni 2 ga bo'lamiz 1, 1. Demak, e'tibor bering. 50 ni bo'lganimizda bizda paydo bo'ldi 11, 0, 0, 10. 11, 0, 0, 10. Xo'p, mana bu ikkilik sanoq sistemaga o'tgandan keyin nimadir kam emasmi? Biz yuqorida gaplashib o'tgan edik. Har bitta aktetimiz 8 bitdan iborat bo'lishi kerak deganmiz. 8 bit deganimiz bu 8 ta 0 yoki 1 dan iborat bo'lishi kerak. Demak, bizda 6 ta chiqdi. Qolgan qiymatlar, ya'ni 2 bit qayerga yo'qoldi? Mana shu savolimizga javob mana. Biz chiqqan sonni oldiga istalgancha 0 qo'yishimiz mumkin. Misol uchun sizda 1000 so'm pulingiz bor. Uni orqasiga 2 ta 0 da qo'ysangiz, uni qiymati o'zgaradi. Lekin u 0 ni sizni o'sha 1000 so'm pulingizni oldiga qo'yadigan bo'lsak, unda sizni pulingiz 1000 so'mligicha qoladi. Shuning uchun bizda shartimiz bor, IPv to'rimizni har bitta aktet 8 bit bo'lishi kerak. Va mana qoidaga mos ravishda qiymatni oldiga 0 lar bilan to'yintirib olsak, bunda hech qanaqa muammo yo'q. Demak, mana shu misolni ishlashimiz uchun mana shuncha amalni bajardik. Kelinglar, buni alternativ osonroq yo'lini ko'rib o'tamiz. Uning uchun bizga 2 ning darajalarini bilishimiz juda ham yordam beradi. Demak, boshladik. 2 ning 0-darajasidan 7-darajasigacha yozaman. Nimaga? Chunki 0 dan boshlab 7 gacha bu 8 ta son bo'ladi. Bu 8 bitni ifodalaydi. Demak, 2 ning 0-darajasi bu teng bo'ladi 1 ga. 2 ning 1-darajasi 2 ga, 2 ning kvadrati 4 ga, 2 ning kubi 8 ga, 2 ning 4-darajasi 16 ga, 2 ning 5-darajasi 32 ga, 2 ning 6-darajasi 64 ga va 2 ning 7-darajasi 128 ga tengligini bilamiz. Demak, mana shu qiymatlarni o'zgarmas qiymat deb olamiz va hisoblashni boshlaymiz. Demak, bizga 192 soni kerak. 192 sonini mana shu sonlar orqali juda ham oson hisoblashning yo'li bor. Nima qilamiz? Demak, keling, bizga 192 soni kerak. 192 soni. Xo'p, mana shu 192 ning ichida mana bu 128 da mavjudmi? Ya'ni 192 ning ichida 128 mavjudmi? Ha yoki yolg'on? Ha, rost bu narsa. Demak, bunga 1 qo'yamiz. 1 qo'yganimizdan keyin mana bu yerdan 128 ni ayirib yuboramiz. Shunda bizda hosil bo'ladi 64. Xo'p, 64 sonining ichida 64 mavjudmi? Rost bu. Bunga ham 1 qo'yamiz. Va 64 ni ayiramiz, qoldig'imiz 0. Demak, bizda sonlar qolmadi boshqa. Shuning uchun qolgan qiymatlarning barchasiga biza 0 beramiz. Mana bu usul bilan solishtirib ko'ring.
Qaysi biri oson? Yoki bo'lmasa, mana bu sonimiz teng bo'ldi 192 ga. Kelinglar endi 168 ni ko'ramiz. 168. Bu sonni ichida 128 mavjudmi? Rost bu narsa. Demak, bunga 1 beramiz. Va 128 ni ayiramiz. 40 qoldi. 40 ning ichida 64 mavjudmi? Yo'q, bu narsa yolg'on. Shuning uchun bunga 0 qo'yamiz. Va keyingi qiymatga o'tamiz. 32. 40 ning ichida mavjudmi? Mavjud. Mavjudligi uchun 1 qo'yamiz va 32 ni ayirdik, bizada 8 qoldi. Xo'p, 16 ning ichida to'g'riroq 8 ning ichida 16 bormi? Yo'q. Bu narsa yolg'on. Shuning uchun 0 qiymat qo'yamiz va keyingisiga 8 ning ichida 8 mavjudmi? Albatta. Shuning uchun 1 qo'yamiz. 8 ni ayirganimizda qiymatimiz 0. Bu degani boshqa barcha qiymatlarning qiymati avtomatik ravishda 0 ga tenglashadi. Va qiymatimiz 168 imiz paydo bo'ldi. Endi kelinglar. Bizga 1 soni kerak. 1 soni mana bizni birinchi bir qiymatimiz turibdi. Bu degani qolgan barcha qiymatlar 7 ta qiymatimiz 0 ga va oxirgi qiymatimiz 1 ga teng bo'lsa, misolimizni ishlagan hisob bo'lamiz. Endi kelinglar. 50 qiymatini olamiz. 50 qiymatini kelinglar yozmasdan qanday ishlaymiz? 50 qiymatini ichida 128 mavjudmi? Yo'q. Shuning uchun 0. Mana 0. 50 qiymatini ichida 64 bormi? Yo'q, yolg'on. 50 qiymatini ichida 32 mavjudmi? Ha, rost. Mana 50 sondan 32 ni ayiramiz, shunda bizda qoladi 18. Demak, rost ekan. 18 sonini ichida 16 mavjudmi? Mavjud. 16 ni ayirganimizda bizda qoldi 2 qoladi. Demak, qolganlariga 0 qo'yib, mana bu yerdagi qiymat 2 ning qiymatiga 1 qo'yib, qolganini 0 ga tenglashtirsak, misolni ishlagan hisob bo'lamiz. Sizlarga mana shuni tushuntirib bermoqchi edim. Demak, biz bugungi mana bu misol orqali qanday qilib ikkilik sanoq sistemadan, to'g'rirog'i o'nlik sanoq sistemadan ikkilik sanoq sistemaga o'tishni ko'rib o'tdik. Demak, mana bu birinchi usul, eng zamonaviy, ommabop bizni o'qishlarimizda, maktablarimizda o'rgatilgan usul. Mana bu usul osonmi yoki mana bu usul? Istalgan ikkala usul bu sizning ixtiyoringiz. Istalgan usulda qaysi biri sizga osonroq bo'lsa, keyingi misollarimizni aynan shu usul orqali davom etishingizni maslahat beramiz. Azizlarim, ana endi sizlar bilan uzoq kutilgan mavzuga yetib keldik. Ya'ni maska nima? Tarmoqdagi maska nima uchun kerak va u nima vazifani bajaradi degan savolingizga mana bugun javob topamiz. Demak, maska nima va nima uchun kerak? Maska bu tarmoqda, ya'ni bizga berilayotgan tarmoqda nechta IP adres borligi haqida ma'lumot berib turuvchi, informatsiya berib turuvchi narsaga maska deyiladi. Demak, maska orqali biz tarmoqni qanday kattaligini bilib olishimiz mumkin. Demak, biz juda ham ko'p e'tibor berdik default maskalarga. Ya'ni siz 192.168 dan boshlanadigan IP adres bergan holatingizda sizda 3.255.0 yoki bo'lmasa 172.16 lik IP adres bergan vaqtingizda 255.255.0.0 degan maskalar chiqdi. Yoki bo'lmasa 10 likta IP adres berayotgan bo'lsangiz, sizda 255.0.0.0 degan adreslar chiqdi. Bular o'zi nima? Kelinglar, shuni nimaligini sizlar bilan birga tushuncha olamiz. Demak, default holatda sizlarda 192.168 li IP adres bersangiz, sizda 255 0 degan adres paydo bo'ladi. Bu maska paydo bo'ladi. Bu o'zi 255 degani nima deyishingiz mumkin.
Buni tarmoq tilida administratorlar buni 24 maska deydi. Aytishingiz mumkin, 24 qayerdan keldi? E'tibor bering. Mana bu 255 sonini biz ikkilik sanoq sistemaga o'tkazib chiqadigan bo'lsak, nechi bo'ladi? 8 ta 1 bo'ladi. Demak, 8 ta 1, 8 ta va 8 ta. Bularni barchasini qo'shib chiqamiz, 24 ta 1 bo'ladi. Men sizlarga aytib o'tgan edim, tarmoq administratorlari juda ham erinchoq odamlar. Hattoki mana shu sonda aytib o'tirishga ham erinib, shuni ham qisqartirishgan. Ya'ni buni 24 maska deyishadi. Yoki bo'lmasa, bizlarda eng ko'p uchraydigan, ya'ni o'rtacha hajmdagi tarmoqlarimizda uchraydigan adres bor. 255 00. Yoki juda ham katta tarmoqlarimizda uchraydigan maska bor. 255 000 maska. Bular asosiy default maskalar deyiladi va bularning qiymati administratorlar tomonidan aytib o'tiladi. Mana bu mana bu yerda yozamiz. /24. Ya'ni buni nomi 24 maska. Yoki bo'lmasa buniki nechi? 8 ta 1, 8 ta 1. Ikkalasini qo'shgan jarayonimizda hosil bo'ladi 16. Demak, bu 16 maska. Va mana bunisi 8 maska deb administratorlar tomonidan yuritiladi. Ana endi kelinglar. Qisqartmalar haqida bilib oldik. 24 maska nima, 16 yoki 8 haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Endi mazmuniga qaytamiz. Maska tarmoqda nechta IP adres borligini ifodalaydi. Endi tarmoqda nechta IP adres borligini biz qayerdan bilamiz? Qanday hisoblaymiz degan savol bo'lishi hammada tabiiy. Keling, buni formulasi bor. Ana shu formulaga qo'yib, biz istalgan maskamizni ichida nechta IP adres borligini bilib olishimiz mumkin. E'tibor bering, yana bir narsa. Default maskada faqat mana bularni ishlatdik. Bundan boshqa birdan boshlab bizga 32 gacha maskalar mavjud. Misol, bizga kerak bo'lsa, 20 maska kerak bo'ladigan bo'lsa, biz uni mana bu ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Demak, 255 bu 16 bo'ldi. Xo'p, yana 4 ta 1 qo'yamiz. 128 64 32 16. Bularning hammasini qo'shganimizda necha bo'ladi? 240 va 0. Mana bu ham maska va bu 20 maska deb yuritiladi. Kelinglar, mana shularning ichida nechta IP adres borligi haqida ko'ramiz. Demak, buni topishimiz uchun bizni formulamiz bor. Bu formulamiz bizda quyidagicha keladi. Demak, 4 ta 256 ni yozib olamiz. 4 ta 256 dan bizga kerakli qiymatni ayiramiz. Ya'ni bizga 24 maska berilgan bo'lsa, bu 24 maskamizni yozib olamiz. Minus qo'yamiz. 255 va 0 qo'yamiz. Va bularni ayiramiz. Ayirish jarayonida demak 256 1 va 1 hosil bo'ldi. Ana endi bularning o'rtasiga ko'paytirish belgisini qo'yib ko'paytirib olamiz. Demak, natijamiz bizda bo'ladi 256. Demak, biz topdik. Mana bu 24 maskamizda 256 tagina IP adresimiz bor. Demak, 24 maska, ya'ni 255 nolni qiymati, ya'ni unda 256 tagina IP adresdan iborat. Demak, nima qilishimiz mumkin? Xuddi mana shu kabi mana bu adreslarni ham hisoblab chiqishimiz mumkin. Demak, mana bu qiymatni o'chirib, ya'ni 255 0 qiladigan bo'lsak, bizda ikkita 256 qiymat bo'ladi. Bu degani 16 maskamizda 65536 ta adres bor degani. Bu mana bu 16 qiymatimizda. Endi kelinglar, 16 ni og'zaki ko'rdik. 8 maskani
Mana bu misol orqali ham ko'ramiz. Demak, keling, alohida yozamiz mayli. 256, 256, 256, 256. Ayiramiz. Bitta 255, bitta 255 va 3 ta 0. Ana shunda 1 ko'paytiramiz. 256 ko'paytiramiz. 256 ko'paytiramiz 256 ga. Buni qiymati necha bo'ladi? Hisoblab ko'ringlar-chi. Adashmasam 16.777.216 ta IP adres mavjud. Mana bu 8 maskamizda. Endi kelinglar. Sizlar bilan 20 maskada nechta IP adres borligini topamiz. Buning uchun mana buni o'chiraman. Demak, 255 255 255 240 va 0. Ayirish jarayonida 256 ta ayirdik. 256 dan 0 da ayirdik. 256. 256 dan 240 ta ayirdik. Bizada paydo bo'ladi 16. 16. Va qolgan qismlarda 1. Bularni ko'paytiramiz. Demak, bizni javobimiz mana bu. Ya'ni hisoblaydigan bo'lsak, 16 ni 256 ga ko'paytiramiz. Bunda chiqadigan sonimiz 4096. Demak, 20 maskamizda 4096 ta IP adresimiz bor ekan deb biza aytishimiz mumkin. Mana shunday osonlik bilan sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan maskamiz mana shunday ishlaydi. Ya'ni tarmog'ingiz qanchalik kattaligini sizni maskangiz orqali ham bilib olish mumkin. Demak, yana bir marta takrorlab o'tamiz. Mana bu qiymatlar qayerdan keldi? Administratorlar juda ham erinchoq va ular mana bular bitlar sonini aytadi. Mana bu 24 degani bu 24 bit maska deyiladi. Bu 24 bit maskamizda 256 ta IP adresimiz bor. U qanday topildi? 4 ta 256 qiymatimizdan, ya'ni bu formula bizga kerakli maska 24 maskani olib kelib joylashtiramiz va tagma-tag usulda ayirib chiqamiz. Va oktetlar orasini ko'paytirish orqali biz o'zimizga kerakli bo'lgan, ya'ni o'sha tarmog'imizni kattaligini bilib olishimiz mumkin. Demak, 24 maskamizda 256 ta IP adresimiz bor, 16 maskamizda 65536 ta, 8 maskamizda bo'lsa 16.777.216 ta IP adresimiz bor va 20 maskamizda bo'lsa 4096 tagina IP adresimiz bor ekan. Demak, mana shu bilan sizlarda maska mavzusini yakunlaymiz. E'tibor beringlar. Yana bitta narsani eslatma qilib shaklda aytib o'tmasak bo'lmaydi. Maskada har doim birlar soni ketma-ket keladi. O'rtasida mana bunaqa holatda maska hech qachon kelmaydi. Bir, nol, bir. Misol, mana bu ko'rinishda hech qachon maska kelmaydi. Maskamiz har doim birlar soni oldin yoziladi va agar mavjud bo'lsa, nollar orqasida yoziladi. Hech qachon mana bu birlar o'rtasida nol yozilmaydi. Mana shu bilan siz ajratib olishingiz mumkin maska yoki maska emasligini. Demak, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, ketma-ket yozilgan birlardan tashkil topgan bo'lsa, siz uni maska deb olishingiz mumkin. Bu maska o'zi tarmoqda sizga vazifa berilayotgan vaqtida o'zi aytib o'tiladi. Demak, sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lgan narsalarim, ya'ni maska haqida aytmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi.